إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'kkosha TV tomonidan tarjima qilinib taqdim etilayotgan tajvid darslarimizning ikkinchisiga xush kelibsiz. Bugun biz arab tilidagi shamsiy va qamariy harflarni o'rganamiz, ya'ni quyosh va oy harflari. Ko'rib turganingizdek, 28 harfning 14 tasi shamsiy va 14 tasi qamariy harflarga bo'linadi. Agar yuqorida kelgan quyosh harflaridan oldin alif lom kelsa, alif lomning lom harfi talaffuz qilinmaydi va quyosh harflari tashdid belgisi qo'yib 2 marta talaffuz qilinadi. Mana bu misolga e'tibor qarating. Bu yerda shin harfi quyosh harfidir, lekin undan oldin alif lom kelgan va agar oddiy o'qisak, buni al-shams deb o'qishimiz kerak. Lekin biz bugun o'rganayotgan qoidaga ko'ra, quyosh harfidan avval lom keladigan bo'lsa, lam harfini talaffuz qilmaymiz va undan keyingi harfni 2 ga ko'paytirib, ya'ni tashdidli qilib talaffuz etamiz. Demak, bizning qoidaga ko'ra bu so'z ash-shams deb shin harfini ikkilantirib o'qiladi. Al-shams yoki ash-shams deb shin harfini bitta qilib ham o'qilmaydi. Lom harfi talaffuz qilinmayotganining hisobiga undan keyingi quyosh harfi ikkilantirilishi kerak. Lekin agar alif lomdan kelgan quyosh harflari emas, oy harflaridan biri kelsa, misol uchun bizning misolimizda qo harfi, bu quyosh harflari emas, oy harflaridandir. Demak, bunday vaziyatda lom harfi ham talaffuz qilinadi va al-qamar deb o'qiladi. Qur'on o'qiyotganimizda bunday harflarni qanday qilib ajratib olsak bo'ladi? Hozirgi Qur'onlarda bu narsa juda ham oson. Agarda alif lamdan kelgangi harfda tashdid belgisi qo'yilgan bo'lsa, demak u harf shamsiy harfdir. Misollarga qarang. Har bir shamsiy harfning tepasida tashdid belgisi bor va o'zidan oldingi lam harfida esa sukun yo'q. Bu degani lamni o'qimaysiz, undan keyingi harfni esa ikkilantirib o'qishingiz kerak. Bu misolimizda ham alif lomdan keyin quyosh harflari kelyapti. Shuning uchun ham alif lomdagi lomni talaffuz qilmaymiz, undan keyingi quyosh harfi, ya'ni nun harfini ikkilantirib o'qiymiz. Demak, bu so'zni wan nahar deb o'qiymiz. Val nahar deb o'qish esa xato bo'ladi. Agar so'zdagi lam harfida sukun bo'lib, undan keyingi harf tashdidli bo'lmasa, demak, keyingi harfimiz qamariy harfdir, ya'ni oy harflaridandir. Bunday holatda hech narsa o'zgarmasdan to'g'ri o'qilaveradi. Ya'ni bizning misolimizda alhamdulillah deb o'qiladi. Lom harfini talaffuz qilmaslik xato bo'ladi. Keyingi misolimizda esa alif lomda sukun yo'q va undan keyingi harfimiz esa tashdidli, ya'ni ikkilantirilgan qilib berilgan. Mana shu biz o'qishimiz uchun oson qilib, keyingi harfni quyosh harf ekanini bildiradi. Demak, bu so'zimiz al-rohman emas, ar-rohman deb o'qiladi. Qoidani yanada yaxshiroq tushunishingiz va eslab qolishingiz uchun bu qoidaning menga ustozlarimizdan yetib kelgan bir hikmatini sizga aytib o'taman. Lom harfi sizga ma'lumki tilning harakati orqali talaffuz qilinadi va shu kabi yuqoridagi barcha shamsiy harflar ham. Shuning uchun ham agar ikkita til yordamida talaffuz qilinadigan harflar ketma-ket kelsa, bu talaffuz qilish uchun biroz qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun ham birinchi harfni talaffuz qilmay, keyingisini ikkilantirsa, talaffuzga ancha osonroq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'kkosha TV bilan qoling.